Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 3. qism Halak qılğıcı işlar 14. bölüm Qalbning ajoyib hollari Bilginki, insondagi eng sharafli a'zo dal qalbidir. Chunki qalb Allohni haqiqiy tunug'uchi, Alloh uchun amal qilg'uchi, Allohga intilib tirishquchi va Alloh taolaning huzuridagi savoblarni istab yaqinlashquchidir. Boshqa a'zolar qalbga bo'ysung'uchi va uning xizmatchisidir. Xuddi xo'jayinlar qullarini xizmatga solgandek, qalbmi ularni xizmatga soladi. Qalbni haqiqiy tunugan kishi Parvardigorini tunuydi. Ko'pincha kishilar qalbini va nafsini haqiqiy tunumaydi. Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'lalaydi. Ya'ni kishining dilini egisining xohish bo'yicha emas, balki o'z xohish bo'yicha tasarruf qiladi. Alloh taolaning kishi bilan qalbi orasida to'salg'i silishi qalbni Alloh taolani tunishdan va Alloh taolani ko'z oldida tutishdan cheklishidir. Şuna qalbni va uning alayidliklarini tunish dinning uli va oxirat yo'lovchilarining yo'lining asosidir. Shaytonning qalbga vasvas bilan chaplashvelishi. Qalb yaratilishida to'g'ri yo'lni qabul qiladigan qilib yaratilgan. U keyincha ichiga kirib olgan shahvat va havoyi havas sababli to'g'ri yo'ldan qayib ketadi va borgan sari yiroqlaydi. Qalbni egallash uchun farishtalar qo'shini bilan shaytonlar qo'shini orasidagi o'zaro hujum toki qalb ikki tarafdan biriga ichilganga qadar davomlashadi. Oqibat g'olib kelguchi qalbni bo'ysundirib ichiga o'rinlashadi. Shayton qo'shini bo'lsa qalbga o'g'rilik chiqardi. Bu haqda Alloh taolo yushurini vasvaschining yomonligidan panoh tilayman degan deydi. U Alloh zikr qilinganda yushurinadi, g'aflat bosganda o'ttirg'i chiqadi. Şeytanlarning askarlarini qalbdan faqat Allohning zikriga qo'g'laydi. Chunki shayton Alloh zikr qilingan qalbdan badar qochadi. Shaytonning qayerlardan qalbga kiralaydiganligining bayoni. Qalb go'yoki qo'rg'onga o'xshaydi. Shayton bo'lsa, u qo'rg'onga kirishni, uni bo'ysundirishni va uning hukmronlik qilishni orzulaydigan dushmandir. Qo'rg'onni qo'g'dash, uning huquqlarini mahkam saqlash va mudofaa orqali mumkindir. Qalbni tunmagan kishi uning huquqlarini saqlab mudofaa qila olmaydi. Shaytonning kirish yo'llarini bilgandila uni dafi qilg'il bo'ladi. Shayton kirish eg'izlari bandaning sifatlari bo'lib, basi ko'pdir. Bu yerda biz shulardan shaytonning lakman qo'shinig'imi tarkilib qolmaydigan cho'ng eshiklarga ishorat qilamiz. Shayton va askarlari kirib olalaydigan cho'ng eshiklardan biri hasad va herismanlikdir. Banda bir narsaga herisman bo'lgan vaqtida bu heris uni qarg'u va gaz qilib qo'ydi va shaytonning kirishi mumkin yuchuqlarni anqirg'uchi zehn quvvat nurini o'chirdi. Shuningdek, kishi hasadxo'r bo'lsa-mu, shundoq bo'ladi. Shu chaqda shayton darhol fursat tepib, hasadiga yetkazadigan har qanday ishni munkar yoki maynatish bo'lgan taqdirdami hasadxo'rga chiroyli ko'rsatadi. G'azab, shahvat va jahil tarsaliq. Chunki g'azab aqlning zidqusi bo'lib, aql qo'shini ojizlashgan naman shayton hujum qilib insonni o'ynatadi. Rivoyat qilinurki, iblis mundaq deydi: bir banda jahil tarsa bo'lsa, biz uni kichik bola pirqirg'ish pirqiratgandek pirqirtimiz. Uy, kiyim-kechak va saramjonlarni zinnatlashni yaxshi ko'rish. Chunki shayton insonni uyni ko'rkam qilish, tam to'g'rislarini bizash, kiyim liboslarni zinnatlash, uy jihozlarini jabdushqa davomli qiziqtirdi. Shu orqali inson ko'pincha umrini mush ishlar bilan o'tkazadi. Ziyoda to'qirsoqlik. Chunki to'qliq shahvatni kuchlantirdi va insonni Allohga taat ibodat qilishdan mashg'ul qiladi. Tamaxo'rlik. Chunki birovdan bir narsa tama qilgan kishi tama qilinuvchida yo'q sifatlar bilan uni maqtaydi. Xushomad qiladi va uni yaxshilikqa buyuray olmaydi, yomonlikdan to'solmaydi. Aldiraqsanlik, tekshirib baxmay va o'ylanmayli qaror qilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aldiraqsanlik shaytondan, tamkinlik Allohdindir degan. Mal dunyoni yaxshi ko'rish. Mal dunyo muhabbati qalbda o'rin olsa, qalbni buzadi va halol bo'lmagan yo'l bilan pul tepishga ilib boradi. Kishini bexillikqa zo'rlab, yo'qsullikdan qo'rqitadi, berishga tegishli haqlarni bergizmaydi. Mazhablarning talabi bo'yicha amal qilish emas, mazhab mutaassibligiga ilib berish.
Kishilarni dinning asli haqida shak silish uchun Allohning zoti, sifatlari va aqlga sig'maydigan xususlarda tafakkur qilishga zo'rlash. Musulmonlardan badgumon bo'lish. Kimki bir musulmon haqida badgumonga tushsa, uni mansitmaydi, u haqda og'ziga kelganini jo'ylaydi. Badgumon faqat gumonxo'rning nacharligining sarqindisi va yundusidir. Chunki mu'min uchun haq bahona izlaydi, munofiq bo'lsa mu'mindan ivan qidirdi. Begumonga duchor bo'lmay degan kishi tuhmat ehtimoli bor yerlardan yiroq turish kerak. Yuqorqilar shayton kirish mumkin bo'lgan bir qism ishiklardir. Bu ofatlarning davosi bo'lsa, qalbni yomon sifatlardan payqash orqali u ishiklarni etib tashlashdir. Bu sifatlar haqida Alloh xolisa oldimizda tafsiliy so'zlaymiz inshaalloh. Bu sifatlarning yiltizlari qalbdan qumurib tashlansimi, shayton qalbga soladigan vasvasalar va bemahal o'tishlar bordir. Lekin Alloh taoloni zikr qilish bu vasvasa va bemahal o'tishlarni to'sidi. Qalb taqvolik bilan gullab yashnaydi. Shayton bayini san yaqinlashgan och itga o'xshaydi. Agar sening oldingda go'sht va non bo'lmasa, choq desang it neri ketadi. Agar oldingda go'sht yoki non bo'lsa va itmi och bo'lsa, choq deganiga neri ketmaydi. Xuddi shuningdek shaytonning uzuqi yo'q qalbdan shayton faqat Allohni zikr qilish bilan qo'g'linadi. Hava yavasga olib kelgan qalbga kelsak, zikrning ta'siri uning qalbining girvaklariga yamishib turdiki, qalbning cho'nqur qatlamlariga kirolmaydi. Natijada qalbning markazi shaytonga makon bo'ladi. Buning rostligini bilmoqchi bo'lsang, namozdagi holingni obdan o'yla va qara, namozda turg'uningda shayton qalbingga bozorni, hisob-kitobni va dunyo ishlarini asiltib, qandoq vasvasa soladi ekan. Qalbdan kechgan o'y-xayolning kechirildiganligi. Ko'ngildan kechgan xiyolga gunoh bo'lmaydi. Ko'nglingdan kechirgan yomon ishlarmi mushu qatoridandir. Kimki ko'nglida yomon ish qilishni o'ylab, uni qilishdan Allohdan qo'rqib voz kechsa, uning bir yaxshilik savob yoziladi. Agar bir to'salg'i sababli voz kechgan bo'lsa va amalga oshirishda ching turib olmagan bo'lsa, Alloh taolaning uni afv qilishini umid qilamiz. Chunki gunohda ching turib olishmi bir gunohdir. Buning dalili Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki musulmon bir-biriga qilich ko'tarsa, o'ltirguchi va o'ltirilguchi do'zaxda bo'ladi degan edi. Shunda o'ltirilguchi nimishqa do'zax bo'ladi deb so'ralgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chunki umur raqibini o'ltirmoqchi bo'lgan dedi. Amallar niyatga bog'liq tursa, amalga oshirishda ching turib olish va tirishish qanday mujazolanmasin? Kibr, riyo va haqovurlik deganlar yushrin ishlarga. Agar bir kishi ko'rib sidiyat bir ayolni ko'rsa va uni ayolim o'xshaydi deb gumon qilib jinsiy munosabat qilgan bo'lsa, bu sababli gunohkor bo'lmaydi. Agar o'z ayolini ko'rib, uni yot ayol o'xshaydi deb jinsiy munosabat qilsa, gunohkor bo'ladi. Buning hammasi qalbning keskin qaror qilishiga bog'liqdir. Qalbning tez o'zgaradiganligi. Hadisda kelishicha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Allahumma muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ey qalblarni o'zgartguchi Allah, qalblarimizni diningda mustahkam qilgin. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ey qalblarni o'riguchi Allah, qalblarimizni sening taatingga o'rigin. Qalb bayni quruq bayovanda shamol ostin ustun qilib turadigan bir payga o'xshaydi. Qalblar yaxshilik va yomonlik ustida mustahkam turishi va arsalda bo'lishlari jihatdan mundaq 3 holda bo'ldi. Birinchi, taqvolik bilan avod qilingan, riyozat bilan tavlangan va nachar xuylardan iriqdalgan qalb. G'ayb xazinalardan sirg'ib chiqqan izgi fikrlar mana shunda qalbda o'ziga joy topadi. Bu asnoda Alloh uningga ko'rinmas askarlar bilan yordam berdi va uning boshqa yaxshiliklar tomon yo'liga soladi. Ikkinchi, tashlab etilgan havoyi havasga to'lgan nacharliklar o'rnashgan yomon xuylar bilan bulg'angan qalb. Bunda qalbning payoni keng bo'lganligi uchun unda shaytonning hukmronligi kuchaydi, iymonning hukmronligi ojizlashadi. Bunda qalb havoyi havas tutunlari bilan to'ladi va nuri yo'qoladi. Bu qalb bayni istutak bilan to'shib ketgan ko'zga o'xshash bo'lib, hech nimani ko'ra olmaydi, har qanday cheklash va vaz-nasihat ta'sir qilmaydi.
Üçüncü, havai həvəs bıq sürüşkü başlayan qalıb bulub, türlük həvəslər onu yamanlıqqa çağırdı. Andın yeni götürülgən iman bıqları onu yaxşılıqqa çağırdı. Məsələn, şeytanның aqliga qattiq hücum qilishi və nəfsani arzularga dəvət qılğuchining palanchi və bugunchilarga qarmamsan, öz havai həvəslərinin keyni qandaq kirib ketgan degandek so'zlari. Hatto o da'vatchi nafsoniy arzularga dum tushgan ba'zi bir olimlarni misol keltirdi. Mushunaq talqinlar natijasida nafs shaytonga moyil bo'ladi. Bu asnoda farishta shaytonga hujum qiladi va uningga oxiratni unutib faqatli dunyo havaslarining keynidan qo'g'lab yurgan kishi halok bo'ladi. Kishilarning nafslaridan bexabar qolganligiga aldanmag'in. Aytqina, agar xaloyiq pijg'irim issiqda tursiyu, sening salqin uying bo'lsa, ajaba senmi ular bilan birga issiqda turamsan yoki o'zingga manfaatlik bo'lganini tanlamsan? Pijg'irim issiqda turishda ularga muxolifat qilgan yerda do'zax o'tiq ilib boradigan ishda ularga muxolifat qilmamsan deydi. Shuning bilan nafs farishtaning so'ziga moyil bo'ldi va ikki qo'shin orasida arsalli bo'ldi. Bu arsaldichilik toki eng yaxshi yo'l qalbni egilganga qadar davomlashadi. Chunki kimki yaxshilik uchun yaratilgan bo'lsa, u yaxshilik yo'llariga muyassar qilinadi. Kimki yomonlik uchun yaratilgan bo'lsa, u yomonlik yo'liga mahkum qilinadi. Alloh taolo mundaq deydi: Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Allah kimni azdurmoqchi bo'lsa, u go'yo osmonga chiqayotgandek uning ko'ksini taraytib o'tadi. Iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdan qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Ey Allah, bizni o'zing yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilgin. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım basilishi İstanbul. Nəşr huquqi Sajiya İslam Tadqiqot Markaziga tava. Har qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.